Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun daraxt payvand qilish kursidaman. Iskana payvand. Bu behi edi. Hatto behi bor edi. Qurib qoldi, ildizidan chiqdi. O'shaning uchun bunga hozir payvand qilish kursidaman. Olma payvand qilamiz bunga. Xudo xolasa. Mana shunda kesib olamiz. Oldin tozalab olamiz tiylarini. To'p orasicha narsalari, shoxlari qolmasin. Ana hozir ko'rsataman. Mashaqni iloji boricha tekis olamiz. Buni bulturam ulaganman. Bu usulda yaxshi natija berdi. Xudo xolasa bor, uni ham ulaganim. Hozir agar videoni oxirida uni ham ko'rsataman. Mana buni bu yoqqa yaqin emas, mana bu ingichka qilib, sal bundoq konus sifat qilib ochamiz. Bu yoqqa konus sifat qilib, mana shunda konus qilib. Hozir behi daraxti, qattiq daraxt. Mana ko'rindimi? Ko'rinyapti? Mana konus sifat qilib ochdim. Bo'ldi. Endi mana nodamizni olamiz. Tak 1 2 3 ta ko'z qoldiramiz, yetadi shu. Mana tak qalinroq bormadi. Mayli, mana shuni uramiz mana. 3 ta ko'z qoldirdim. Buni endi mana buni mashinaga qo'yamiz, ko'rib olamiz. Mana hozir mana bismillahirrohmanirrohim. Bu men oldin yorib shunda o'tkazib ulardim. To'g'risi 50 ga 50 bo'lardi. Buni ham mana xuddi mashina ham sal bundoq konus sifat qilib ochamiz buni ham. Qo'lga ehtiyot bo'lamiz. Mana ko'ryaptimi? Mana konus sifat qilib ochamizda. Mashina bunga kirgizamiz. Mana shunda bu tomonga tushadi. Mana bunisi ustiga tushadi. Mana iloji boricha buni bir tomonga taqagan ma'qul. Mana shu chekkaga taqaymanmi? Ko'rib turinglar hozir. Mana shu chekkaga olib kelib taqayman. Mana terisiga ham yopish kerak. Bunisi ham yopish kerak. Mana shunaqa sirlari bor ekan. Mana terisi, mana ahamiyat bersangizlar mana shu ko'rinadi mana. Ana ko'ryaptimi? Hozir ana endi buni qattiq tugib bog'laymiz mana. Mana shuni ne ona xirovatdi telefon. Mana shuni hozir siqib bog'laymiz. Shunda mana bu tomonni ko'ringlar mana qanaqa bo'lganini. Ana bu tomoni. Bu to'xtasang tinmay bo'ladi biroq. O'sha. Buni siqib bog'laymiz.
Mana endi o'raymiz. Yaxshilab siqib o'raymiz. Bu oddiy klyonka. Shakarli klyonkasi. Buni siqib o'raymiz. Klyonkani ham yaxshisini olish kerak. Qalinroq. Hozir ekonomik variant o'tib ketdimi, bari sotuvchilar, ishlab chiqaruvchilar sal tortsa yirtilib ketadigan klyonkalar. Iloji boricha kurtayib qolsin. Joyida ustiga klyonka tushmasin. Mana siqib bog'laymiz. Mana bo'ldi. Oson varianti. Shunday skoch bilan ustidan bitta o'rab olib qo'yaman. Mana bo'ldi. Strafovkasi uchun o strich paket magazinda sotadi-ku. Mana o'shani strich paket mana. Endi yaxshilab bu shu kurtayni bo'ldi mana. Mana shundoq turaveradi bu. Bo'ldimi? Ortiqchasini kesib tashlaymiz. Bu tepasini ham обязательно o'rab qo'yish kerak. Buni ham shu strich paket qulay bunga. Yumshoq ham qulay ishlash bunda. Buni tugib qo'ysa ham bo'ladi. Bo'lmasa mana qilib turib ustidan mana bunda tushirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ortiqchasini kesib tashlayman. Sababi hovlida mushuk yuradi. Şimdi mana e'tiboringlar uchun rahmat. Bularni ham hozir ulab qo'yaman. Mana bularni ham ulayman hozir. Ruscha tilda ulayman, sababi rus pashchichiklarimiz ham bor. Mana yoqqan bo'lsa bitta like, savollar bo'lsa kommentariyada bemalol yozaveradi. To'xta. Men bulturga ulaganimni ko'rsataman hozir. Bulturga ulaganim sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana mana shu yerda bor. Mana ko'ryapti, o'sha bitib ketganda. Mana yondan ko'rinar ekan. Hozir mana ko'rinayotgan bo'lsa mana kiyg'izilishi. Hozir yaxshilab olamiz videoga. Ana bu turga ulangani yorib tashqarisidan, buyog'i ham tashqarisidan tushgan. Ana sog' bo'lasizlar.